Mana so'zni o'zim o'ylab topganman. Akbarich ko'ngil tinch degan so'zni. Akbarich haqida gapirishimga sabab internetda ko'p tarqaldi va eng qiziq tomoni ko'pchilik bilar ekan bu rolikni. 10 yil bo'ldi degan rolik ko'rdim. O'zimga hamma tanishlarim otib chiqishdi. Bilganlar shularni olganing uchun deb otyapti, bilmaganlar rolik kichkina epizodda bor bo'lganim uchun otishyapti. Aslida 13 yil bo'lgan, chunki 2013-yil olingan. Budjet juda ham kam ideya qilindi. Ko'proq kino stilida olaylik, kino ishni narsa qilaylik deb men taklif berdim. 5 ta g'oya bordi. G'oya borganda men faqat ssenariyni yozib yoki gapirib berib emas, sraz raskadrovkasi bilan rasmlardan rolikni ko'radigan darajada tayyorlangan qilib oborardi. Xudojnikimiz yaxshi, ustamiz edi. Aytganimizni tezgina tuzib berardi. Bilasiz, o'zingiz. Ular taklif bor edi, Muhammad Shohid Xayrov o'ynasin degan. Keyin menda muammo bo'ldi. Trinity personajimiz bor. Bunga biz kimni tanlaymiz? Aktrisalar nimalar kelyapti, tushmayapti-da. Trinity bilsa sal nimaroq. Teyinroq personajni o'zi kinoda qizimiz bor, Umidaxon degan. Vedushi o'zi qo'shimchasiga doktor ekan, 30. Ko'rdimda o'sha kadrda turganda hali turish pozasi bo'ladi-ku, kadrga qarab. Shu pozasidan qarasam, Trinityni harakati bo'lib turibdi-da. Endi ko'rdim, xayolan filtrdan ochkina taqsam, o'sha personaj turibdi. Dedim, demak shu payt televideniya ishlayman, topdim, gaplashdim, olib keldim, tushuntirdim. Hamma o'zini ishini yaxshi qilgan deb o'ylayman, chunki xudojnikimiz joyi, familiyalari, shu kompyuterxonalar, simlargacha shu backstage'larimizda bor hammasi. Feruza degan grimyor hamda kostyumlarimiz bor edi. Jimpirlar bizib, yoqalarini yirtib, kinolarni ko'rib, referenslar bor edi, tayyorda anaqa g'oyaga. Jimpir ko'tarib ketdilar. Mana o'zingiz shu rolni sizga alaqamiz dedi. Jamoa shunaqa bo'pti, kichkina rol. Katta pavilonlarda ham omad iloj bor. Shu budjetni nima topib qildik. Montajni shu VFX masalalari bor. Bunda Baxtiyor Latifxo'jayev ishladi. Buyurtmachi rolikni ko'rib, hech qanaqa o'zgartirishlarsiz qabul qilishi. Buni mana rejissyorlik o'rtashgan bo'lsa bilishadi. Bitta rekordda yoqdi bo'ldi, olib ketdi. Bu haqiqatan kayf narsa-da. Shunaqa bo'ldi. Rolikka juda katta pul berib, ko'p kanallarda aylantirishmagan. Rolik faqat telekanalda ozgina muddatda aylantirishdi. Lekin juda ommalashib ketgan. Mana so'zni o'zim o'ylab topganman. Akbarich ko'ngil tinch degan so'zni. Devisi, ya'ni unga uzun so'z edi boshida. Ko'nglim to'lurman. Shu oxirida odamlarni ko'ngli tinch bo'ladi, zakaz bersa. Chunki ular ko'p yillik va hamma buyurtmasi vaqtida olgan ma'noda ko'ngil tinch, Akbarich ko'ngil tinch deb qilganman.